Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taologa hamdlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Aziz birodarlar, inson ibodat qilayotganda savob topishligi bu juda yengil. Aziz birodarlar, ibodat qilib savob topishlik bu yengil. Ya'ni yengil deganimiz ma'nosi, inson bir Qur'on o'qisa, namoz o'qisa, boshqa amallarni qiladigan bo'lsa, bir pasda savob topib oladi. Lekin o'sha savobni saqlab qolishlik qiyin. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Kim bir yaxshi amalni qiyomatga saqlab olib kelsa, yaxshi amal qilsamiz, yaxshi amal qilib, o'shani saqlab oxiratgacha olib boradigan bo'lsa, falahu ashru amsalha, u insonga o'sha qilgan amaliga 10 hissa barobar, 10 barobar qilib savob beramiz degan Alloh taoloning va'dasi bor. Demak, yaxshi amal qilishlik zarur, lekin o'sha yaxshi amalni saqlab qolishlik bundan ham muhim va bundan ham qiyin bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun azizlar, hozirgi aytmoqchi bo'lgan narsamiz, mana yaqin kunlarda musulmon birodarlarimiz, bir Alloh subhanahu va taolo tavfiq bergan insonlar mana haj amallarini qilmoqchi. Haj amaliga yo'l olishyapti. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini aytmoqchimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man hajja falam yarfuth va lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu." Qaysi inson haj amalini bajarsa, hajga borsa va hajga borgan vaqtda, haj mavsumida, hajda yurgan vaqtda yomon gaplarni, uyat gaplarni gapirmasa va o'sha yomon ish qilmasa, va lam yafsuq, va gunohlardan ham saqlansa, fusuqlardan, Alloh taolo gunoh qilgan amallardan saqlanadigan bo'lsa, u inson uyiga qaytib kelayotgan vaqtda onasi tug'ilganda qanday gunohdan pok bo'lsa, shu holatda qaytib keladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan. Demak azizlar, hajga borishlik bu yaxshi amal. Allohning katta tavfiqi. Har bir inson bora olmaydi. Alloh chaqirgan inson boradi. Lekin o'sha hajning savobi yuqorida aytilgan ikkita narsa bilan saqlanadi. Gunoh qilmaslik, ikkinchisi uyat gaplarni, yomon gaplarni gapirmaslik. Shu narsalarni qilib, va boshqa bir rivoyatda keladi, jidal va la jidala fil hajj. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan. Va o'sha haj mavsumida, hajda yurgan vaqtda turli holatlar bo'ladi. Turli odamlar, turli sifatdagi xulqi yomon, xulqi yaxshi, tanigan, tanimagan shu holatlarda urushib ketmasin. Shu 3 ta narsani bajaradigan bo'lsa, u inson hajdan qaytib kelayotgan vaqtda gunohlardan pok bo'lib, Allohga yaqin bo'lib qaytib keladi. Shuning uchun azizlar, kimlarimiz hajga borayotgan bo'lsak va bundan keyin ham boradigan bo'lsak, albatta yuqorida aytilgan shartlarni bajaraylik. Chunki haj amalimiz o'sha gunohlar bilan, yomon ishlar bilan, birovlarni xafa qilish bilan hajni savoblari yuvilib ketmasin. Alloh taolo barchalarimizni hajlarimizni hajji mabrur qilsin. Hajga borishga Alloh taolo barchalarimizga tavfiq ato etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.